Come on then. Come on then. Sardar Bey, tatlı seni koyayım da. Wah, aku ini top.
Sanamasa biz bilmayapti. Okey. Mana kishi ketadi. Keladi-yu. Hozir yozma. Acelem 70'ler ötünce ben buna uğramayayım. Yapabileceğim mesela uğramayız. Allah keşke. Hayırlı uğurlar olsun. Navruz bayramı. Mehmonlar bizni avvalo mana shu kamtarona ehsonimizga xush kelibsizlar. Buni ehsonni qilishdan maqsad mana mahallamiz yoshlari uyushib, mana bir ukamiz uni qo'yini berdi, bittasi guruchini berdi, bittasi non patrini berdi. Mana qilib xizmat qilishyapti. Bu nimaga? Ota bobomizdan qolgan mana udumlar, ekin tikinni boshlanishidan
Mana Ramazon oyidan chiroyli chiqdik, Xudoga shukr. Mana yurtimiz tinch, vatanimiz obod. Mana prezidentimizga rahmat, qulayliklarni yaratib, hamma mana qorilarimizga qancha mukofotlar berdi. Mana mahalla domlalarni, mahallamiz mana katta imomlarini taqdirladi. Rahmat. Mana avvalo yurtimizda bo'layotgan ishlarga shukronasi bu. Mana shu bizning mahallamizda bo'layotgan ishlarga Xudo xolisa duo qilib, chiroyli mana shu yoshlarimiz mana intifoq. Mana o'tgan yil ko'chalarimiz asfalt bo'ldi. Bu yil yana mana bu tomonlarga harakat bo'lyapti. Shularning haqqiga bir duo qilib berasiz endi hoji aka. Amin. 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 Allohu akbar. Rahmat. Shunga hammalaring avvalo xush kelibsizlar. Mahallamizni mana Shukrona dasturxoni. Mana yozilishib shu bizning mahalladagi yoshlar uyushib, birisi mana qo'yinab bergan bo'ldi, biri guruchini berdi, biri non patirini berdi. Mana qolganlar ham qo'lidan kelsa xizmat qilyapti. Mana bu yil Xudoga shukr mahallalarimiz obod bo'ldi. Yoshlar mana ko'chaga open budjetda o'tgan yil yutib, mana Fazliddin boshligida juda katta ishlar bo'ldi. Mana ko'chamizni, bizni ko'chaga kirsanglar hozir havas qilasizlar. Chekalar ana bo'lib kengayib, yana mana uyushib Xudoga shukr mana shu ishlar bo'lib turibdi. Endi bir duo qilaylik. Mana yurtimiz tinch bo'lsin. Vatanimiz obod bo'lsin. Xonadonlarimizga fayz va baraka bersin. Bir-birimizga oqibatli bo'laylik. Uyda yotgan, kasalxonada yotgan bemorlarning dardiga shifo keram. Hojatmandlarning hojatlari va mushkullarini oson qilsin. Farzand talablar bor. O'g'ildir, qizdir, ahli solih farzandlar bersin. Uzoq yillar mana yurtimiz tinch bo'lsin. Prezidentimizga ham rahmat. Diniy rahbarlarimizga hammalariga ham rahmat. Mana Ramazonni chiroyli o'tkazdik. Ob-havolar ham juda chiroyli. Mana shu ehsonimizni ham yaxshi o'tkazib olsak, Xudo xohlasa bizdan hammalaring xursand bo'lib ketsanglar, mana yoshlar hammasi xursand bo'ladi. Alloh. Kelganinglar uchun rahmat. Bemalol olishib, yeb ichib turaverasizlar. Aka, men sizni sog'lik ketdim. Men sizni sog'lik ketdim. Men chaqirib turmaysiz ham. Men qanaqa akam siz? Men siz aka degan. Aka unaqa emasda. Qani? Yo'laka qani? Mushkaliga. Ha, shoshiladi. Ularga ayog'ingiz unaqa to'g'ri kelmaydi. Juk qilasiz mana bu yoqda. Jukka qilmayasiz lekin uni. Yaxshi. Juki bor demadi. Bemalol kelaveringlar. Joylar ko'p, Abdullaga joylashtirib. Nemagan qayna? Teşekkürler Yurgen, çok faydalı. Hamadi kelyapsizmi? Chet eldan chaqirdi sizlar. Rahmat.
Sot ketishini o'yadi. U ichkari. Bo'lyapsanmi? Ko'r. Meni chora-joylarim olgan. Haligi 5 ta bo'lmasa pachaq qilmaydi. Haligi 5 ta. 3 pachaq. Mana aytib o'rganman. Dadam ya. Stop borasın ya. Abi chiqadi, ona o'rnatma bo'lar. Bir kun borib olib o'ynashni bilaman. 20 ta gol ursam, bitta gol urisham. Botla taşıyorsan Artık bizim kullarımızı tutuyor mu acaba?
Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu. Alloh taborak va taologa hamd sanolar. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga durud va salovatlar bo'lsin. Siz bizlarni Alloh taolo nasib etib, mana shu mahallani shukronalik bilan yozgan dasturxon qilingan ehsonlariga Alloh taolo nasib etgan ekan. Ilohim mahalla ahllarini ehsonlarini dargohida qabul aylasin. Maqsadlariga muvofiq qilsin. Mahallani kasb-korlariga, mol-u jonlariga, farzandlariga Alloh taolo ko'p yaxshilik, barakotlardan nasib etsin. Ad-duo mukhul ibadati dedilar payg'ambarimiz. Duo ibodatning mag'zidir. Mana shu ko'pchilikdan olingan duo o'zini albatta barakasini ko'rsatar ekan. La yubaddilul maqadiru illa bidu'ain degan hadisi sharif ham bor. Taqdir o'zgarmaydi magar duo bilan o'zgaradi degan payg'ambarimiz alayhissalomning so'zlari bor. Bir odam boshiga bir musibat tushsa ham yoki bir yaxshilik yetsa ham duo olsa ana shunda yaxshilik bo'lar ekan. Musibatini ketishligini Allohdan so'rasa, albatta ana shu duoni barakotidan yoki qilgan xayri ehson sadaqotini barakotidan Alloh taolo musibatni aratar ekan. Yaxshilik yetsa ham ehson berib, sadaqot berib, Allohga hamd sanolar bo'lsin, shu yaxshiligimiz bardavom bo'lsin deb duo olsa, ana shu yaxshilikni ham bardavom bo'lishligiga duo sabab bo'lar ekan. Qo'yingki, duoni sharofati shunaqa ulug' azizlar. Bizni mana shu yig'ilib, jamlanib turishligimiz ham eng asosiysi duo olishlik. Mana qo'shni mahallalar, domla buvalar, ustozlarni jamlab, boyu kambag'alni jamlab, mahalla ahllari dasturxon yozib, ehson qilib, mahallani ehsoni deb bizni jamladilar. Bu yerda mavludi shariflar o'qilar ekan. Mavludi sharifdan keyin albatta qilinadigan duolar va jamoatni qiladigan duolari ijobat bo'ladi. Mana shu duolarni barakotidan kasb-kor, mana dehqonchiliklar boshlanyapti. Dehqonchiliklarga Alloh taolo barakot ilohiy bersin. Samoviy, aroziy ofatlardan o'zi saqlasin. Mehmonni duosida ham ko'p ish bor. Mana ba'zi joylarda, to'ylarda aytib beryapmiz. Sahoba-i ikromlardan birlari payg'ambarimiz alayhissalomning huzurlariga shikoyat qilib keldilar, ahli ayollardan. Shikoyat qildilarki, "Ya Rasululloh, bizni uyga mehmon kelsa, ayolim malol oladi" dedilar. Ya'ni ayoli ozgina o'sha nonosh pishirishga yoki boshqaga malol olib eri bilan urushadi shekilli endi. Payg'ambarimiz alayhissalom aytdilarki, ayolingga borib aytgin, bugun sizlarnikiga mehmonga boramiz dedilar. Payg'ambarimiz alayhissalom sahobalar bilan kechki payt mehmonga kelishdi. Haligi ayol buni eshitib juda xursand bo'ldi. Mehmon bo'lishdida chiqib ketayotgan vaqtlarida haligi sahobaga aytdilar, "Bor ayolingga aytgin, bizni orqamizdan termilib qarab tursin" dedilar. Chiqib aytdi, ayol termilib turdi. Payg'ambarimiz ko'chaga chiqqanlaridan keyin, "Bor endi ayolingdan so'rab chiq. Bizni orqamizdan nimani ko'rdikin" dedilar. Kirib so'rasalar, ayol aytibdilarki, "Sizlarni orqanglardan, Rasulullohning orqalaridan har xil hayvon, hasharotlar, bir narsalar chiqib ketayotganini ko'rdim" dedilar. Shunda payg'ambarimizga chiqib aytdilar. Payg'ambarimiz aytdilarki, "Ayolingga tayinlab aytib qo'ygin, mehmonni duosi, mehmonni qadamini barakotidan Alloh taolo shu xonadondan balo qazolarni, yomonliklarni chiqarib yuboradi. Hech mehmonni malol olmasin" dedilar. Ana shuning uchun bizni xalqimizda aytadilarki, mehmon atoyi xudo deb qo'yadi. Mehmon Allohning bergan atosi, Allohning bergan tuhfasi deydi. Uyimizga keladimi mehmon, mahallaga bir mehmon keladimi? Mahalladan bir musofir o'tib qolyapti. Balki ana shu musofirni qadami
butun mahallaga muboraklik bo'lar. Bir darvishlar o'tib qoladi. Darvishona degani bekarga emas. Mana shunaqa oshlarga, mana shunaqangi mahallaning ehsonlari ham bejiz emaski. Mehmonlar kelib qoladi, kambag'allar keladi, chaqiriladi. Bu yerda mahallaga tashrif buyuriladi endi. Shu mehmonlarni duolarini, qadamlarini barakotidan Alloh taolo mahalladan, har xonadonlardan har xil ofat-u shikastlarni chiqarib yuborar ekan. Bizi bobomizdan qolgan mana shu udud, shu meros bejiz emas. Bo'lib ham mana yil boshi dehqonlar urug' qadaydigan, ko'chat ekadigan mahallarki, shunaqa vaqtlarda ko'pchilikni jamlab duo olinadi. Mana shu duolarni barakoti albatta mahallalarga juda katta foydasi bor inshaalloh. Mana hozir duolar qilamiz, domla buvalardan duo so'raymizki, Alloh taolo mahallaning ihsonini avvalo husni qabul etsin. Shuni ortidan juda ko'p xayriyotlar, yaxshiliklarni Alloh taolo muvaffaq qilsin. Ihsonlar o'tganlarni Xudoy taolo ruhlarini shod aylasin. Shu ihsonni yana bitta nimasi shu ekan, mana ko'pchilik xonadonlarda hayit bayramlarida ihsonlar qiladi. Keyin payshanba kunliklarda ihsonlar qiladi. Kitobda alohida yozilgan hadisi sharif bor. Ulug' kunlarda, juma kunida deydi. Juma kunini saharida va hayit kunlarida, Ashura kunida, Muharram oyida boshida, Baroat kechalarida o'tganlarda arvohlari yashab o'tgan xonadonlarga kelar ekan. Ey biz yashab o'tgan joylarda yashaguvchi farzandlarimiz, birodarlarimiz, bizlarni eslaguvchilar bormi? Biz g'arib bo'lib qoldik derkan. Qabrlarimizni torligida qoldik. Bizlarni eslab tuhfa beradiganlar bormi derkanlar. Qarang, mana shu payshanba kunliklarda qilinadigan ihsonlar, hayit kunlarida o'tganlarda orqasidan qilinadigan ihsonlarda bejiz emaski azizlar. Shu ihsonlar ruhlar kelsa shod bo'lib ketar ekan. Ihsonni barakotidan judayam boyib, xursand bo'lib ketar ekan. Nima deydi? O'lik to'ysa yer to'yadi deydi. O'lik to'ysa tirik to'yadi deydi. Bekarga emas azizlar bu gaplar. Shuning uchun o'tganlarda hamisha ruhlarni shod qilib yuraylik. Mahallaga, xonadonlarimizga mehmonlar kelsin, mehmonlarni chaqiraylik. Shu bilan juda ko'p xut barakalar bo'ladi. Alloh taolo qabul etsin duo. Hayır amin. Ey Rabbimiz, eng avvalambor ihsonni qabul etsin. Mana ihson eng avvalambor ihson qilinadi. Avvalambor ihsonni qilsak, yurtimizda, mahallamizda tinchligini so'rasak, Alloh qilayotgan ishlarimizga Alloh baraka bersa, qilayotgan dehqonchiklarimizga Alloh baraka bersa degan yaxshi niyatlar bilan ihson qilinadi, qilishadi. Albatta Alloh odamlarga aytdi, duo qilinglar, ijobat qilaman degan Alloh. Duo qilamiz, shu yurt tinch bo'lsin, mahallamiz tinch bo'lsin, vatanimiz tinch bo'lsin, obod bo'lsin. Bundan yaxshi zamonlar kelsin. Alloh taolo hammamizga iymon salomat qilgin, o'tganlarga rahmat mag'firat qilgin. Endi qolganlarga Alloh taolo uzoq umr bersin. Qilgan ihsonlardan qabul qilin. Bu ihsonga sababchi bo'lgan ukalarimizni qalbidan nima niyati bo'lsa, o'sha niyatdan ko'ra ziyoda yetkazish baraka. Javob ekan. Barik rahmat shoistajlardan qilgan ayamizni ham rahmat qilgin. Islohjonni salomat qilgin. Alloh taolo ko'p yillar bu xalqimizga xizmat qilishga nasib qilgan. Allohu akbar bi rahmatga. Iftorlikka ham qilganda endi yaxshi qilib ayamiz mehnat qiladi. Ayamizni duo qilaylik. Ayamiz muhabbat bilan qorakelarga bir ajoyib ovqat qilib beradi. U Qur'onda ham shuni qilib berdilar. Ilohim ayamiz sog' bo'lsin. Hojikam bilan uzoq yillar farzandlar, nabiralarni duogo'ylari bo'lib, rohat va kamollarni ko'rib yursinlar. Iskandarбек akamizga ishlariga rivoj, o'ylagan barcha maqsadlariga muvaffaq qilsin. Qorilar farzandlardan qori murattab, olimi bog'man zurriyot bo'lsin. Allohumma solli va sallim. Rahmat.
Oğlum, boş yediyler mi? Yemediyler mi? Koydun mu bağımı? Adı saldır bir. Yemesen boş, yesen mi? Yemesen. Sen yemesen. Yok yok.